Ha, mayliqi nim qilmay qo'ymayman degan ambulatoriya shumi? Ha, shu. Doktorjonmi? Ha, bizning Oqbosh professor ishida kesal ko'radi. Menda tutib turaymi o'zi? Ha, kiring. O'tira. Baysal aldirashib qoldi. Xo'sh. Xo'sh. Men hozir chidim. Ya, marhamat. Kirib bo'ldim. Nima bo'ldi? Ya mana nima? Men xalqdan anglasam sizni bek dangliq saqaytmay qo'ymayman deb bir ambulatoriya ochdi dedi. Shunga izlab kelgandim, sizni bek topdim. Ambulatoriyaga men teshib olgan sizlar uyda ekan. Bizning maxfiy retsept uydan teshib taqalmaydi. Shu ajoyib maxfiy. Nima olgansiz? Men ama o'pkamga so'q o'takisibga doktor aytdi chaqirib qol chay. Qol chay. Ha. Ma o'pkamga so'q o'takisibdi dedi. Shu qo'shlardan anglasam sizda bir payz bir sifat degan teshib kelgandim. Men buni bir qarabli bilib oldim, qarang. Ay aman. Sizning badiningizda yomon sovuq et ketibdi-ku. Siz qaytib bilan bachiq sho'rpisi, qirg'avul sho'rpisi, karkidan tuxumi, yerlik tuxum deganlarni pulga selib ham yeb. Uning keyin polo, larman degan ajoyib qo'roq, o'pkisi, pochoq, kava deganlarni bis bepran 5 kunlik kezdiram meni. Boshlanib men 5 kunlik kezdayman. Do'st men may. Ma'qul, xo'sh. Ma chay qoldi. Qo'rqib qol. Voyjon. Voy doktor. Voy gap qilmang. Men siz degandeklam shu vaqt tamoqqa kalla paqalchoq polo samsa issiqliklam qildim. O'pki degan qo'y kuchli hozir. Arsh batraktorning ichki amirini pulab yervetlik bo'lib ketdim. Amlekim badan birisi ufgandek jaqildab og'ir ketib bordi. Qo'rqoq dapsiz. Mana dars. Bingshan salimiz qadek hisobni ishimiz ship deb qo'yib turdi. U o'tganligini davolayolmayman. Lekin men qo'rqoq deganni o'xshaydigan narsa bor. Anam. Baba aynı piştikten, aynı pişken davalayman. Cuma lekin qo'rqoqdan aynı pişken bo'lsak, mana bir ish qadek hesabda.